qalbi nur. Zulmdan poklash bu tasbih bo'ladi. Tasbih nima? Tasbih Allohni har qanday aybdan, nuqsondan va xususan zulmdan poklashlik. Alloh azza va jalla hadis qudusida aytadi: "Ey bandalarim, men o'zimga zulmni harom qildim. Sizlarning o'rtangizda ham buni harom qildim. Bir-biringizga zulm qilmanglar." Zulm nima edi? Zulm adolatning ziddi. Adolat nima edi? Adolat har bir haq egasini haqqini berishlik. Zulm mana shu haq egasini haqqini ado qilmaslik. Alloh taolo hech qachon hech kimga misqoli zarra zulm qilmaydi. Nimaga loyiq bo'lsa, shuni beradi. Agar bir bandaga jazo bergan bo'lsa, shunga loyiq bo'ladi u. Endi Alloh taolo bir bandaga mukofot bergan bo'lsa, unga fazl ko'rsatgan bo'ladi. Esimizdan chiqmasin, ustimizda qanaqa bir xayriyat, yaxshilik siz bilan bizga yoqadigan bir ko'rinish bo'lsa, biz bunga loyiq bo'lganligimiz uchun berayotgani yo'q buni Alloh. Balki fazl ko'rsatyapti. Agar adolat qilsa, yer yuzida hech narsani qoldirmagan bo'lar edi. Qiyomat kunida Alloh taolo adolat qilsa, hech kim jannatga kirmaydi. Bizni qilayotgan savobli amallarimiz bu jannatning mukofoti, jannatning xizmat haqqi emas. Jannatga Allohning fazli bilan kiramiz. Qilgan amallarimiz ana shu jannatdagi darajamizni belgilaydi. Demak, Alloh taoloni zulmdan poklashligingiz bu tasbih bo'ladi. Alloh taolo hargiz bandalariga zulm qilmaydi. Mana bir qancha oyatlarni o'qiymiz. Astagfirullah, la zulmal yawm. Bu kunda hech kimga zulm qilinmas. Qiyomat kunida hech kimga Alloh zulm qilmaydi. Fama kana Allohu liyazlimahum. Bas Alloh ularga zulm qilguvchi bo'lmadi. Bir qavmni balo bilan, ofat bilan qirib, yakson qilib yo'q qilgan bo'lsa, orqasidan aytayapti Alloh taolo, Alloh ularga zulm qilgani yo'q. Ular o'zlariga o'zlari zulm qilishib oldi. Wala yuzlamuna fatila. Qiyomat kunida ularga qilchalik zulm qilinmas. Demak, subhan robbiyal a'lo, subhan robbiyal azim, subhanalloh deyotganimizda Alloh taoloni har qanday aybdan poklayotgan bo'lamiz. Astagfirullah. Va in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha va kafa bina hasibin. Biz qiyomat kuni uchun adolatli mezon tarozilar qo'yurmiz. Bas biron jonga zarracha zulm qilinmas. Agar hardal o'simligining urug'idek yaxshilik yoki yomonlik qilingan bo'lsa, o'shani ham keltiramiz. Biz o'zimiz yetarli hisob-kitob qilguchidirmiz. Demak, Alloh azza va jalla zulm qilmaydi. Allohni zulmdan poklaymiz. Tasbih nima? Tasbih Alloh taoloni juftdan va farzanddan poklashlik. Biz musulmonlar Alloh taoloni farzanddan va ayoldan poklaymiz. Chunki Alloh taologa bu sifat loyiq emas. Fala haddalahu, fala ziddalahu, fala niddalahu. Imom Azam Fiqhul Akbarda aytadi, Alloh taoloning haddi yo'q, chegara yo'q Allohga. Alloh taoloning ziddi yo'q va Alloh taoloning tengi yo'q. Fala niddalahu. Shuning uchun Quraysh mushriklari Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan kelib savol so'rashdi. Robbingni bizga sifatlab ber. Javob o'laroq Qur'oni Karimdagi hammamiz bilgan Ixlos surasi nozil bo'ldi. Qul huvallohu ahad, Allohus somad, lam yalid va lam yulad va lam yakun lahu kufuwan ahad. Ayting, u Alloh yagonadir. Alloh behojatdir. Lam yalid tug'madi va lam yulad tug'ilmadi va lam yakun lahu kufuwan ahad. Hech kim Allohga tengmas. U farzandga muhtoj bo'lish, xotinga muhtoj bo'lishlik, o'zi umuman bir narsaga muhtoj bo'lishlik bu mahluqotlarning sifati. Alloh azza va jalla bunday nuqsondan, bunday bir aybdan pok bo'lgan zot. Tasbihning ma'nolaridan as-subbuh ismi haqida aytiladi. As-subbuh, ya'ni Alloh taoloning sifatlari komil va go'zaldir. Inson nimani yaxshi ko'radi? Inson go'zalligini yaxshi ko'radi. Komilligini yaxshi ko'radi. Atoni yaxshi ko'radi. Mana shu uchala yaxshilikning masdari o'ziga Alloh subhanahu va taoloning o'zi bo'ladi. Komillikning masdari Alloh. Go'zallikning masdari asli Alloh.
va ato qilishlikni asli ham Alloh subhanahu va taolo. Ato qiladigan ham yolg'iz o'zi. Alloh azza va jallaning ishlari yomonlik va nuqsondan pok. Astagfiru billah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzilul mulka mimman tasha'u va tu'izzu man tasha'u va tudhillu man tasha'u biyadikal khayr. Ayting, ey mulki davlat egasi bo'lgan Allohim, sen istagan kishingga mulk ato qilursan. Istagan kishingdan bu mulkni tortib olursan. Istagan kishingni aziz qilursan, istagan kishingni xor qilursan. Bor yaxshilik yolg'iz seni qo'lingdadir. Biyadikal xoyr. Yaxshilik seni qo'lingda. Bu oyatda biyadikal xoyr deyildi. Yaxshilik seni qo'lingda deyildi. Yomonlik seni qo'lingda deyilmadi. Chunki Alloh taolo bandalarga hargiz yomonlik qilmaydi. Avvalgi darslarimizda aytdik. Bu borliqda yomonlik bor bo'lsa, bu yomonlik nisbiy yomonlik deyiladi. Mutlaq yomonlik bo'lmaydi. Mutlaq yomonlik degani orqasida hech qanaqa yaxshilik bo'lmagan. Boshi ham, o'rtasi ham, oxiri ham yomonlik, mutlaq yomonlik deyiladi. Bunaqa yomonlikni bo'lishligi mumkin emas. Masalan, bir odamni oyog'i sindi. Bu mutlaq yomonlikmi yoki nisbiymi? Nisbiy. Chunki oyog'i singani zarar bo'lsa, endi ko'chaga chiqa olmaydi, gunoh ma'siyatdan ham tiyildi. Orqasida nimasi bor? Foydasi bor. Bir odam kasal bo'ldi. Yomonlikmi? Yomonlik. Yaxshiligi nima? Gunohlariga kaforat bo'ladi. Bir odamning katta miqdordagi pulini birov tortib oldi, g'asb qildi, zulman tortib oldi. Bermay qo'ydi. Yomonlikmi? Yomonlik. Yaxshiligichi? Qiyomatga qoldi. O'zi o'tkiza olmasda buncha miqdordagi pulni, to'g'rimi? Ko'ryapsizmi? Bu dunyoda bo'layotgan yomonliklar mutlaq yomonlik deyilmaydi. Bu nisbiy. Har qanday yomonlik orqasida nima bor? Bitta yaxshilik bor. Mana shu borliq samo bo'lsin, quyosh bo'lsin, osmondagi sayyoralar bo'lsin, yer bo'lsin, suv bo'lsin, borliq. Alloh yaratgan mahluqotlarning hammasi Allohga tasbih aytadi. Lekin biz ularni tasbihini tushunmaymiz. Astagfirullah. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard va man fihin va in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. 7 osmon, yer va ulardagi bor jonzot Allohni poklar. Allohga tasbih aytadi. Mavjud bo'lgan barcha narsa hamd sano aytish bilan u zotni poklar. Lekin sizlar ey insonlar, ularning tasbih aytishlarini, poklashlarini anglamassizlar. Dar haqiqat u halim va mag'firatli bo'lgan zotdir. Birodalar, nimaki bor bo'lsa bu borliqda. Alloh taolo yaratgan mahluqotlarning hammasi tasbih aytadi. Faqat ularning tasbihi qanaqa ekanligini biz tushunmaymiz. Ehtimol shamolni, daraxtlarni qimirlatayotganligi shamolning tasbihidir. Shu shamolda daraxtlarni chayqalayotganligi tasbihidir. Dengizni to'lqinlanayotganligi tasbihidir. Hayvonlarni Alloh o'rgatgandek, ilhom bergandek ish yuritishligi tasbihdir. Butun borliq Alloh taologa tasbih aytib turganda, g'ofil inson tasbih aytishdan to'xtab qoladi. Hamma narsa tasbih aytadi, lekin inson mana shu koinotni Alloh unga bo'ysun deb berganiga qaramasdan tasbih aytmaydi, g'ofil bo'ladi. Uyalmaydimi? Qilayotgan har bitta ishiga inson qiyomat kunida mas'ul bo'ladi. Mana shu dunyoda ne'matlariga, lazzatlarga sho'ng'ib ketishlik aqldan bo'ladimi? Bu aqli yo'q, ixtiyori bo'lgan hayvonlar qiyomat kunida mas'ul, javobgar bo'lmaydi. Ammo inson qiyomatda javob beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar deyishim men uchun quyoshning nuri tegayotgan hamma narsadan yaxshi. Butun borliq o'zini bor bo'lib turishligida Alloh taologa tasbih aytar ekan. Subhanalloh der ekan. Astagfirullah. Va inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma
va inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Zero deydi Alloh taolo Baqara surasida. Zero shunday toshlar borki, ulardan daryolar otilib chiqadi. Yana shundaylari borki, yorilib ichidan suv chiqadi. Yana shundaylari ham borki, Allohdan qo'rqqanidan pastga qulaydi. Tosh yorilib ichidan suv chiqadi. Tosh Allohdan qo'rqib yumalaydi pastga qarab deyapti. Endi toshni Alloh taolodan qo'rqishligi mana shu oyatning nassi bilan sobit bo'ldi. Tosh qo'rqar ekan. Endi insonchi? Endi bu insonning qalbi toshdan ham qattiq. Ta'sirlanmaydi, yig'lamaydi, qo'rqmaydi. Bilasizlarmi, inson zoti nima uchun yer yuzidagi eng mukarram maxluq deyilgan? Va laqad karramna bani adama deydi Alloh taolo Qur'onda. Biz odam bolalarini aziz mukarram qildik. Ularni quruqlik va dengizda ko'tardik va yaratgan mahluqotlarimizdan, bandalarimizdan ko'plaridan aziz qildik. Chunki nimaga inson eng aziz mukarram maxluq? Chunki u omonatni ko'tardi. Inna aradnal amanata alas samawati val ard. Biz mana shu omonatni deydi Alloh taolo, din degan omonatni, Alloh taologa o'zini ixtiyori bilan bo'ysunish degan, din degan omonatni osmonlar va yerga taklif qilganimizda ular bosh tortishdi. Ko'tara olmaymiz buni deyishdi. Lekin inson ko'tardi uni deydi. Mana shu omonatni ko'targani uchun inson eng aziz mukarram maxluq. Tushunarlimi? Bizi figuramiz chiroyli bo'lganligidan, aqlimiz, tilimiz ravon bo'lganligidan aziz mukarram emasmiz. Allohning dinini ixtiyorimiz bilan bo'yinsunaman deb qabul qilganligimiz uchun aziz mukarrammiz. Va mallohu bighafilin amma ta'malun. Alloh qilayotgan amallaringizdan g'ofil emasdir. Demak, yuqoridagi oyatlardan ma'lum bo'lyaptiki, koinotdagi har bitta narsa Allohga tasbih aytadi, faqat g'ofil, kofir insongina mana shu tasbihdan uzoq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Hijabuhu nur. Law kashafahu la ahraqa subhatu wajhihi ma intaha ilayhi basaruhu min khalqihi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Mirojdan qaytib tushganlarida Alloh taolo bilan rozi aytishdi. 5 mahal namozni farziyatini olib tushdilar va Oysha onamiz so'radilar: "Ya Rasululloh, hal ro'ayta robbaka? Robbingizni ko'rdingizmi?" deganida an-nur, nur, anna ara. Hamma yo'q nur edi, qayoqdan ko'raman dedi. Mana Robbimiz subhanahu va taolo haqida payg'ambarimiz aytibdilar, uning hijobi nurdir. Nurdan bo'lgan nimasi bor? Hijobi bor, to'sig'i bor. Uning yuzini pokligi, yuzining nuri mahluqotlardan ko'zi yetadigan joygacha kuydirib yuboradi. Ya'ni Alloh taoloning nazari qayerga yetsa, agar shu pardani ko'tarsa, bu nur, bu yorug'lik butun mahluqotlarni kuydirib yuboradi. Ya'ni butun mahluqotlarning hammasini kuydirib yuboradi. Musa alayhissalom Alloh subhanahu va taolodan Tavrotni qabul qilib olishligi uchun mana Tur tog'iga keldi. Va kallamallohu Musa taklima. Alloh taolo Musoga o'zi gapirdi. Mana eshitganidan keyin Parvardigor, arini anzur ilayk. O'zingni ko'rsat, senga bir nazar solay, senga bir boqay dedi. Alloh taolo nima dedi? Lan taroni. Hargiz meni ko'ra olmaysan. Inson bu dunyoda turar ekan, hali o'lmas ekan, jannatga kirmas ekan, hargiz Allohni ko'rishi mumkin emas. Qachonki Musa va'dalashgan vaqtimizda Tur tog'iga kelib, Parvardigori unga bevosita so'zlagach, u Musa dedi: "Parvardigorim, menga jamolingni ko'rsatgin, senga bir qaray." Alloh dedi: "Sen meni bu dunyoda hargiz ko'ra olmaysan." Lekin bandasini boyaga qiziqishini qanoatlantirib qo'ydi Alloh taolo. Ibrohim alayhisalom aytgan edi-ku: "Arini kayfa tuhil mauta." Parvardigor, o'liklarni qana qilib tiriltirasan, ko'rsat deganida, 4 ta qushni ol, hammasini boshini o'z, go'shini patlari bilan qiyma qilib chop aralashtir, tog'ni, 4 ta tog'ni cho'qqisiga qo'y, so'ngra ularning ismini aytib chaqir dedi. Shunday qilganida boyaga go'shlar, patlar yig'ilib, qushga aylanib keldi, boshini oldi, 4 ta qush bo'ldi. Endi Musa alayhisalom ham Parvardigor ko'ray seni dedi.
Alloh taolo aytdi. Ammo mana bu tog'ga qara, men unga ko'rinaman. Men ko'ringanimda ana shu turgan joyda turib qolsa, sen ham meni ko'ra olaysan dedi. Falamma tajalla robbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Qachonki Parvardigori u tog'ga ko'ringan edi, uni mayda-mayda qilib tashadi. Dunyoda inson Alloh taoloni ko'rishi mumkin emas. Jannatga kiradi, Robbisini ko'radi. Ha, biz ko'ramiz. Bizning e'tiqodimizda Alloh taoloni ko'ramiz biz. Ana shu adashgan toifalardan Mu'tazilalar Alloh taoloni ko'rib bo'lmaydi. Sen mana shu ko'zingni soqqasiga joylashgan ko'zingga Allohni sig'diraman deb ishonyapsanmi? Deb ular Allohni ko'rishni inkor qilgan. Hatto jannatda ham ko'rib bo'lmaydi deyishgan. Bizning e'tiqodimizda birodarlar, ahli sunna val jamoat e'tiqodida Alloh taoloni ko'ramiz. Tog' parcha-parcha bo'lib ketdi. Va kharra Musa soiqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayk va ana avvalul mu'minin. Va ana avvalul mu'minin. Musa boyagi tog'ni mayda-mayda bo'lib yo'q bo'lib ketganligini ko'rganidan keyin hushsiz holda yiqildi. O'ziga kelgandan keyin esa pok Parvardigor, noo'rin savol so'rashdan o'zingga tavba qildim. Endi men iymon keltiruvchilarning eng avvali peshqadamiman dedi. Shuning uchun Qur'onda aytiladi: la tudrikuhul absor. Uni Allohni ko'zlar idrok qila olmaydi. Ko'zlar ko'ra olmaydi. Bu dunyoda turib hech kim Allohni ko'ra olmaydi, faqatgina oxiratda jannatda. Alloh taolo aytadi: Astagfirullah. Vujuhun yawma idin nadira ila robbiha nadira. U kunda mo'minlarning yuzlari yashnab, Parvardigorlariga boqib turguvchidirlar. Ko'ramiz Robbimizni subhanahu va taolo. Maqsad shu. Eng oliy maqsadimiz Allohni jamolini ko'rish. Alloh hammamizga shuna baxtni nasib qilsin. Qul ja'al haqqo va zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ayting ey Muhammad alayhisalom, haq keldi, botil yo'q bo'ldi. Zero botil yo'q bo'lib ketadigan narsa bo'ladi. Alloh taoloning jamolini ko'rishlikka inson xardor bo'lishligi kerak. Mana shu emas men aqlli odam ishi. Ana shu Allohning jamolini ko'rishligi uchun inson nafsini jilolay bilishligi kerak. Allohga tasbih aytishlik birodarlar har vaqtda bo'lish kerak. Alloh subhanahu va taolo aytadi: Astagfirullah. Fa subhanallohi hina tumsun va hina tusbihun va lahul hamdu fis samawati val ardi va ashiyin va hina tudhirun. Mana shu namoz vaqtlari aytilgan shu oyatda. Shunda tasbih aytinglar deyapti. Bas tunga kirish paytlaringizda ham, tongga kirish paytlaringizda ham, oqshomda ham, peshinga kirishingizda ham Allohga tasbih ayting. Qarang, namoz vaqtlari tunga kirayotganingda, tongga kirayotganingda, oqshomda, peshinda Allohga tasbih ayt. Ya'ni tasbih doimiy bo'lishligi kerak. Subhanalloh. Subhanalloh. Fasabbih bismi robbikal azim. Bas ulug' Parvardigoringizning nomini har qanday ayb nuqsondan poklab tasbih ayting. Inson qachon tasbih aytadi? Qalbini tub-tubidan. Qachonki tafakkur qilganda. Inson fikr yurgizsa, tafakkur qiladigan bo'lsa, subhanalloh deyishlikdan boshqa chorasi qolmaydi. Chunki o'ylanib ko'ring, farzandlaringiz bor. Balog'atga yetdi, o'rta yoshda, go'dak, shu jiji deylik. Bir tomchi suv shu. Bir tomchi suv. O'ylab ko'ring-da, siz bilan biz ham aslimiz bir tomchi suv. Shu bir tomchi suvdan mana shunday bir komil suratdagi insonni yaratgan Alloh taolo. Buni sizga hujjat dalillar bilan, ilmiy asoslar bilan tushuntirib bersa, subhanalloh deysiz. Shuning uchun tasbih yurakdan chiqishligi uchun, qalbni tag-tagidan chiqishligi uchun mahluqotlar haqida fikr yuritish kerak. Tufakkiru fi mahluqatillah va la tufakkiru fi zatihi fatahlaku.
Sizlar Allohning mahluqotlari haqida fikr qilinglar. Allohning zot haqida tafakkur qilmanglar. Aks holda halokatga uchraysizlar. Allohni qanaqa ekan o'zi zoti deb turib kirishmaymiz. Chunki ana shu Fiqhul Akbarning sharhida aytilganidek, Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. O'zingizlarga qaytarib olinglar-da. Eplolamakinsizlar. Qaytara olmaysizlar, ishni 90% qaytara olmaydi. Lekin domlalarda aqidasi noto'g'riligini bemalol muhokama qilaveramiz, ha? Mana shu yerda o'tirganlardan aqidaga tegishli bir 50 ta kitob o'qigan odam bormi? Qo'l ko'taringlar desam hech kim ko'tarmaydi. O'qiganmisiz? Qo'lingizni ko'taryapsizmi? Siz. Nima qilyapsiz-ku? Ya qo'lingizni ko'tarmay turing, birodar, qo'l ko'tar deganimda. 50 ta kitob o'qiganmizmi aqidadan? Yo'q. 45 ta. Yo'q. Bo'lmasam-chi, bunday qilaylik. Aqida haqida bahs qilmaylik, birodarlar. Aqida haqidagi bahsli mavzular ulamolarning 20-30 etajda bo'ladigan mavzular. Ulamolar hal qilishadi, ulamolar hujjat dalil keltiradi, har kim o'zining hujjati bilan qoladi, birodarlik ichi tarqab ketaveradi. Ammo avom xalq orasiga olib tushadigan bo'lsangiz, Allohning zot haqidagi bahslarda avom xalq bir-biriga dushman bo'lib ketadi. Tushunarlimi? Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing tiri Allohning zotini idrok qilishingdir. Allohning zoti qanaqa ekan deb tasavvur qildingiz, tafakkur qildingiz, to'xtadingiz. Meni aqlim yetmas ekan Allohning qanaqa zot ekanligini idrok qilishlikka dedingizmi? Demak Allohni tanibsiz. O'shuning uchun Alloh ayerda, Alloh mayerda, Allohning yuzi, Allohning qo'li degan temalarga kirishmaylar qo'yasiz. Chunki mo'min banda Robbisi haqidagi e'tiqodi, aqidasida ozgina shubha qilib qolsa, ikkilanib qolsa, shu holda o'lsa kofir bo'ladi. Imom Azam Fiqhul Akbarda aytadi, mo'min aqidasiga tegishli bo'lgan nozik masalalarda ikkilanib qolsa, u uchun bitta yo'l qoladi. Nima deydi u? U ham dalil keltiryapti, bu ham dalil keltiryapti. Biri ag'dasa, biri bag'da deyapti. Ikkita odam gapiryapti, bir-biriga zid, lekin ikkalasining kitob sunnatdan dalili bor. Ikkilanib qoldi, o'zi kitob ko'ra olmaydi. Bittasining gapiga ishonish kerak. Shunda nima qiladi? Aqidani nozik nuqtalarida mo'min odam shubhaga borib qolsa, ikkilanib qolsa, aytish kerak. Imom Azam aytadi buni. Allohning nazdida qaysinisi to'g'ri bo'lsa, men shu e'tiqoddaman deb qo'yish kerak. Va bu gap to bir biladigan bir olimdan borib aniqlab so'rab olgunicha uni himoya qilib turadi e'tiqodini. Masalan, mas safarda eshitdingiz, gangib qoldingiz. Qanaqa ekan deb. Alloh hadi ekan deb. Allohning nazdida qaysi e'tiqod to'g'ri bo'lsa, men shundaman dedingiz va bu gapingiz to bir ishonchli olim odamdan borib so'rab olgunizcha ishlaydi. So'rab aniq qilib oling e'tiqodingizni. Tushunarli birodarlar? Allohning zotini qanaqa ekanligini, Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Qanday idrok qila olmaydi insonda aql? Aql podvodni lotkasi suv tagiga tushyapti, kosmosga chiqyapti, klonирование qilyapti. Shunga yetgan aqli nahotki Allohning qanaqa zot ekanligini idrok qila olmaydi desa, aqliy misol keltiramiz. Tilla tortadigan tarozi mana shu telefonchalik tarozi bo'ladi. Buni ati nima? Tarozi. U 500 grammgacha tortadi. Keyin mana bu do'konlardagi kartoshka piyozni qopi bilan tortadigan tarozi bor. U 500 kilogacha tortadi. Uni ham ati tarozi. Endi mana yuk mashinalarning ko'miri bilan ustiga chiqarib tortadigan tarozilar bor. U 50 tonnagacha tortadi. Uni ham ati tarozi. O'sha 500 grammlik yukni ko'taradigan tilla tarozining ustiga o'sha yuk mashinani ko'miri bilan chiqarib qo'ysangiz nima bo'ladi? Pachaqlanib ketadimi? Xuddi shunga o'xshagandek, lillahil masalul a'la, Allohning zotini qanaqa ekanligini idrok qilgani sizni aqlingiz ojizlik qiladi, qosirlik qiladi. Siz Alloh taoloning zoti haqida fikr qilish emas, sizni tirik qilib turgan ruh haqida fikr qilib ko'ring. Nima u ruh? Aytib bera olasizmi? Aytib bera olmaysiz va bundan keyin ham aytib berisha olmaydi. Astagfirullah va yasalunaka anir ruh.
Sizdan ey Muhammad alayhissalom ruh haqida so'rashadi. Quli ruhu min amri robbi. Ayting, ruh Robbim ishi. Va ma utitu minal ilmi illa qalil. Sizlarga ozgina ilm berilgan. Insoniyatning oldida qanaqa bir ilmiy kashfiyotlar turibdi hali. Alloh biladi qaygacha borishini, lekin ruhni aniq bila olmaydi. Inson tirigida nima yo'qoldi undan? Soch soqoli unida turibdi, vesi o'shligicha turibdi, hamma yo'q bor, lekin ruh yo'q. Qani u? Shuning uchun birodarlar, bizi e'tiqodimiz, bizi aqidamizda Allohning zoti haqida fikr qilishlik mumkin emas. Adashib qolasiz, ikkilanib qolasiz, Alloh saqlasin, iymondan chiqib ketib qolasiz. Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Men nima demoqchiman bu gapim bilan? Bizi aqlimiz yetmagan, ilmimiz yetmaydigan narsalarga aralashmaylik birodarlar. Xo'p. Bolangizni ko'zini operatsiya qilish kerak bo'lsa, eng ishonchli doktorga olib borasiz. Eng qimmat doktorga olib borasiz. Ha? Chunki bolangizni ko'zida ikkita yana u ko'zi. 60 yil, 70 yil yashaydigan odam shu ko'zini ehtiyot qiladiki, shu 60-70 yil foydalanish kerak edi ko'zidan. To'g'ri kelgan doktorga olib bormaysiz-ku ko'zini kavlatgani, to'g'rimi? Tish bo'lsa bo'pti endi 32 ta u. Sug'urlar o'rniga boshqa qo'ysa bo'ladi. Bolangizni yoki o'zingizni ko'zingizni davolatishlikda eng mutaxassisga olib borasiz-ku, e'tiqod aqidangizni belgilashda, shakllantirishlikda to'g'ri kelgan odamga gapini olib ketaverasizmi? Birodarlar, insof qilaylik. Ma'qulmi? Shayx hazratlarini taniysizmi desam, tanimayman deyapti. Alloh qayerda degan savolni berdi bir ukamiz, va nariga matishdi edim. Men o'zimga gapimni aytishni o'rniga Shayx hazratlarini, rahmatli Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini javobini aytib qo'ysam, u kishini martabasi, maqomi baland, shu odamga gapi kuchliroq hujjat bo'ladi deb, Shayx hazratlarini taniysizmi desam, tanimayman deyapti. Qayerlisiz desam, Qizilqiyalikman deyapti. O'zbek yigit. Endi 30 dan o'tgan namoz o'qiydigan yigit Shayx hazratlarini tanimasligi mumkinmi? Mumkin, g'orda yashasa kerak menimcha. Keyin aytayaptiki, men u kishining ilmiga guvohlik bermayman deyapti. Men u kishining ilmiga guvohlik bermayman deyapti. Qaranglar, insof qilinglar birodarlar. Mana aytayapman, aqidadan 50 ta kitob o'qigan odam bormi desam, ko'tarmayapmiz a. O'sha Liviyadagi Glavniy bibliotekasining kitobini o'qib bo'lgan ekan hazrat. Qancha kitob yozdi? 200 yaqin kitobi bor. Shu kishining ilmiga guvohlik bermaydigan darajaga chiqibdi shu yigit. Endi nima deysiz endi? Shuning uchun asalari pashaga asalni tezidan yaxshi narsa ekanligini tushuntirgani vaqti yo'q ekan. Chunki asalari pashaga asalni tezidan yaxshi ekanligini tushuntiraman deb ovora bo'lsa, asal yo'q bo'lib qolar ekan. Asalni faqatgina asalari jamlar ekan, tezeyini hamma chiqaradi. Bir paqir asalni yig'ishlik uchun bir yashik ari 2 oy mehnat qilsa, bir paqir tezeyini chiqargani 4 ta mol, 4 ta sigir abedgacha ishlasa yetadi. Asalarini pashaga asalni tezeydan afzal ekanligini tushuntirgani vaqti yo'q ekan. Agar bu narsa bilan ovora bo'ladigan bo'lsa, odamlar asalsiz qolib ketar ekan. O'zi asalari esa qishki zapas yo'q, o'lib ketar ekan. Tushunarlimi? O'shuning uchun hammaga ham asalari bo'lishlik nasib qilmas ekan. Ana shunday bir xalqiga, ummatiga foydali bo'lgan insonlar barmoq bilan sanaladigan odamlar bo'lar ekan. Endi shu maqom shuncha umrini dinga sarflab qo'ygan odamlarni tan olmaydigan holatga tushib qolgan birodarlarimizga vaqti yo'q deb gapirib tushuntirgani. U 50 ta aqidadan kitob emas, prosta roman o'qiganmisan 50 ta deb so'rab ko'ring-da. Agar o'qigan bo'lganida bu gapni gapirmas edi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va